Assalomu alaykum Doktor Family kanali obunachilari. Yana biz siz bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Doktor Family shifoxonasi nevropatologi, ortopedi, travmatologi Ma'murjon Azizov bo'laman. Bugungi kundagi mavzuyimiz hozirgi zamonda aktual muammolardan bo'layotgan ko'ks artrozlar va son suyagi aseptik nekrozi mavzusida qisqagina suhbatlashamiz. Sir emaski, hozirgi kunda urbanizatsiyaning rivojlanishi, kam harakatlik, turli xil infeksion allergik hamda dori-darmondan keyingi holatlarda son chanoq bo'g'imi patologiyasi, ikkilamchi, uchlamchi, birlamchi ko'rinishlar miqdorida xalqimizni 40 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan qatlamida juda ko'p miqdorda uchrayapti. Bu kasallikni asosan kelib chiqishiga asosiy sabab son suyagi boshchasida, ya'ni qon aylanishining buzilishi, son chanoq bo'g'imi kapsulasini innervatsiyasini buzilishi, son chanoq bo'g'imiga tushayotgan mikro va makro travmalarning oqibat asoratlari hamda shu turmush tarzini buzilishi, tanch harakat tizimiga tushayotgan jismoniy zo'riqishning kamayishi oqibatida. Va yuqorida aytib o'tganimizdek, bilib bilmagan holda dori-darmonlarni, nosteroid yallanishga qarshi vositalarni hamda antibakterial dori vositalarini qabul qilish misol bo'lib kelmoqda. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ushbu patologiya asosan aholining 40 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan qatlamini 80-85% uchrayapti. Bunga asosiy sabablardan biri o'sha o'tkir virusli yuqumli kasalliklarni oyoqda yurib o'tkazish. Tana haroratini ko'tarilganda bilib bilmasdan dori vositalarini qabul qilish yoki uy sharoitida yoki ambulator sharoitda nosteroid yallanishga qarshi adenokartikotrop dori vositalarini hamda antibakterial dori vositalarini bilib bilmay iste'mol qilish, qabul qilish o'z boshimcha davolanishlar bo'layotgan bo'lsa, ikkinchi sababi shu yuqorida aytib o'tganimizdek mikro va makro travmalar sabab bo'lmoqda. Hozirgi kun kelib bizni Doktor Family shifoxonamizga murojaat etayotgan aksariyat bemorlarni 40-45%ni yuqorida aytilgan o'sha noo'rin o'zicha ambulator davolangan bemorlar tashkil qilsa, 20-25%ni o'sha mikro travmalar hamda o'tkazilgan o'sha son chanoq bo'g'imi shikastlarini o'z vaqtida to'laqonli davolanmasligi bo'ladigan bo'lsa va o'sha 2019-yildan buyoqda xalqimizda uchrab kelayotgan COVID kasalligida asorat sifatida uchramoqda. Bunga asosiy sabab o'sha COVID kasalligini davolanishda o'sha adenokartikotrop va gormonlarni keragidan miqdorda iste'mol qilish, qabul qilish natijasida o'sha son suyagi aseptik nekrozi, aseptik yemirilish holati. Mana hozir mana nimamizga murojaat etadigan bo'lsak, chanoq bo'g'imi multispiralli kompyuterli tomografiyasini mana o'sha son suyagini qatlam qilib ko'rsatilganda mana son suyak boshchasida aseptik nekroz o'choqlari ko'rinib turibdi. Bu yerda sirka kassasi vetbujlik paydida o'zgarishsiz asosan jarayon aseptik jarayon son suyagi boshchasida mana enkapsulyatsiya holatda ko'rinmoqda. Bu mana slinkadan ko'rinadigan bo'lsa, asosan mana aseptik nekroz. Son suyagi boshchasini aseptik nekrozi, osteoartritlar, sakroilitlar bilan kapsulitlar bilan uchrayotgan bemorlarni davolash asosan shu bosqichda o'tkaziladi. Bu birinchi bosqichimiz. Avvalo medikamentoz davo vositalarini o'tkazilgan holda, ya'ni o'sha og'riq qoldiruvchi dori vositalarini inyeksiyon hamda o'sha per-os berilganimizdan keyin qabulidan keyin ikkinchi bosqich azonoterapiya, ya'ni azon sistema orqali inyeksiyon ko'rinishda hamda o'sha mahalliy bo'g'im va bo'g'im atrofiga, bo'g'im ichiga azonoterapiya o'tkazish va uchinchi bosqich fizioterapiya bosqichi, ya'ni 4% momiyo bilan gidrokortizon bilan elektroforez berish hamda demiksid, xondroksid, ya'ni xondroprotektorlar bilan elektroforez berish hamda zarbli to'lqinli terapiya orqali davolash. Bu uchinchi bosqichdan iborat bo'ladi. 3 ta bosqichli davo muolajalarini bemorda o'tkazganimizdan keyin bemorga ambulator sharoitga chiqargandan keyin o'sha bo'g'im
funksional faoliyatini hamda uni son suyagi boshchasini oziqlanishini, bo'g'im kapsulasini innervatsiyasini yaxshilash maqsadida angioprotektor, antioksidant, nonsteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini kapsula ko'rinishida yoki o'sha tablet tugma dori ko'rinishida hamda albatta kalsiy preparatlarini uyga tavsiya qilgan holda davolanishni 1,5 oy, 2-oydan keyin qayta murojaat qiladi va monitoring, mana shu MCKT yoki rentgen tekshirishni qayta o'tkazish yo'li orqali bosqichli davoni davom ettirishni rejalashtirganmiz. Hozirgi kunda bizni Dr. Family shifoxonasiga murojaat etgan bemorlarni o'sha ko'ks artroz bilan, osteoartrit bilan, son suyagi boshchasi aseptik nekroz bilan murojaat etgan bemorlarning 35-30% da уже 1,5 oy ichida ijobiy o'zgarishlarni bemor ham biz ham kuzatyapmiz. Hozirgi kundagi o'sha son suyagi boshchasi aseptik nekrozida ko'ks artrozlarni ayrim o'sha 3-bosqichgacha bo'lgan davrda ayrim travmatolog ortopedlar nazariyasi qarashi bo'yicha operativ davo, jarrohlik amaliyoti, ya'ni son suyagini o'sha son chanoq bo'g'imini endoprotezlash operatsiyasi ilgari surilyapti, lekin hozirgi zamonaviy Yevropa meditsinasi, AQSh travmatolog ortopedlar assotsiatsiyasi va mana Kiyevskiy shkola, Ukrainskiy shkola, akademik klinika maktab bo'yicha yoki Rossiyskiy shkola, Piterskiy shkola, Papilyanskiyni qarashlari bo'yicha operativ davoga, ya'ni son suyagi boshchasini endoprotezlash yoki o'sha operativ davoga shoshilmaslik kerak. Shoshilmaslik kerak, chunki avvalambor o'sha 3 bosqichli davo muolajalarini o'tkazib, agarda ana shu 3 bosqichli davo muolajalari naf bermasa, aseptik nekroz jarayoni agarda rivojlanib boradigan bo'lsa yoki o'tkazilayotgan davolash kulturasi, fizioterapiya, medikamentoz terapiya, razgruzichniy terapiya, ya'ni ortopedik tartibga bo'ysunmasdan agar aseptik jarayon davom etayotgan bo'lsagina jarrohlik amaliyotiga murojaat etishini mumkin yoki murojaat etishga jarrohlik amaliyotini tavsiya qilsa bo'ladi. Bu son chanoq bo'g'imi ko'ks artrozi yoki son suyagi boshchasi aseptik nekrozida operativ davoga shoshilmaslik kerak. Buni hozirgi kunda o'sha Yevropa hamda AQSh travmatolog ortopedlar assotsiatsiyasi hozirgi kunda buni ilgari suryapti. Chunki son chanoq bo'g'imidagi bo'ladigan o'zgarishlarni shu 3 bosqichli davo muolajalari orqali to'xtatsa yoki orqaga qaytarsa bo'lar ekan. Son chanoq bo'g'imi ko'ks artrozi yoki son suyagi aseptik nekrozi, son suyagi boshchasi aseptik nekrozi bo'yicha savol va takliflar bo'ladigan bo'lsa, Dr. Family kanali albatta doim eshitishga va javob berishga tayyor. O'zinglarni o'sha kommentariy, fikr mulohazalaringni qoldirishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.